Spirallar bepushtlikka olib keladimi? Assalomu alaykum YouTube obunachilarim. Bugun sizlar bilan men Shohida Eshmamatova kontratsepsiya va spirallar haqida ochiqchasiga gaplashamiz. Spirallar haqida gapirishimdan oldin kontratsepsiya nimaligi haqida ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Kontratsepsiya bu himoyalanmagan va reja qilinmagan homiladorlikdan saqlanish usuli hisoblanadi. Kontratsepsiyaning bir necha turlari mavjud. Siz biladigan strelkali tabletkalar, bachadon ichi vositalari, ya'ni spirallar, implanon, teri osti plastrlari hamda qinga qo'yiluvchi kalsiyalar hammasi kontratsepsiya turlariga kiradi. Shulardan homiladorlikni eng ishonchli himoya qiluvchilar bachadon ichi vositalari, ya'ni spirallar va implanon. U ham aslida gormonal spiralga kiradi. Spiral o'zi nima va uning qanday turlari mavjud? Spirallar turli xil spirallar bor, oddiy spirallar bor, kumush spirallar bor hamda gormonal, o'zidan gormon ishlab chiqaruvchi spirallar mavjud. Xo'sh, spiralning vazifasi nima? Spiral bu rejalashtirilmagan homiladorlikdan organizmni saqlash. Ko'pchilik o'ylashadi, spiral bu mini abort. Aslida spiralning asosiy vazifasi spiral bu mini abort emas, u tuxum hujayralarini urug'lanishdan himoya qiladi. Agar tuxum hujayra urug'langan taqdirda ham urug'langan tuxum hujayrani bachadonga yopishishdan saqlaydi. Bachadon devorlarini o'sha homila yopishishi uchun nozik qilib qo'yadi, natijada homila yopisha olmaydi. Endi spirallar nima uchun kerak? Ko'p ayollarimiz mana shunday rejalashtirilmagan homiladorlik sabab o'zini ham, homilasini ham charchatib, natijada homila nobud bo'lishigacha olib keladi. Ayol organizmi individual va hammada har xilcha. Ayollar bitta tug'ruqdan keyin ikkinchisiga tayyorlanishda anchagina o'zini tiklab, organizmni dam oldirish kerak, gormonlarni balans qildirish kerak. Ketma-ket tug'ruq sababli ham ayol organizmi, ham bolada kamqonlik, ham onada kamqonlik holatlari juda ham ko'p bo'lgan. Spirallar o'zi qanday holatda mumkin emas? Mana shu savollar eng ko'p beriladigan savollar. Xavfli yuqumli infeksiyalarda, bachadon ichi yallig'lanish holatlarida, ko'p qon ketishda, surunkali anemiya holatlarida spiral qo'yish mumkin emas yoki ehtiyot bo'lib qo'ygan ma'qulroq. Endi har xil spirallar organizmiga qarab turlicha ta'sir qiladi. Ko'pincha oddiy spirallardan foydalanamiz. Bu eng oddiy 5-10 yilga organizmni homiladorlikda himoya qilib turadi. Lekin spiralni olganimizdan keyin homiladorlik qayta tiklanadi. Umuman spiral bepush qilib qo'ymaydi. Bu noto'g'ri fikr. Keyin gormonal spirallarimiz bor. Tarkibda gestagen saqlovchi spirallarimiz. Bu spirallar hammaga ham mos kelavermaydi. Ko'p qon ketuvchi, surunkali anemiya holatlarda mana shu gormonal spiralimizni taklif qilamiz ayolga. Gormonal spiralimiz o'sha hayzni ma'lum muddatga to'xtatadi, ko'p qon ketishdan asraydi. Endi bu ham ko'p ayollarimizga mumkin emas. Spiral qo'yish og'riqlimi yoki u qanday qo'yiladi? Mana shu savol ham ko'p beriladi. Spiral qo'yish har doim steril holatda akusher-ginekolog tomonidan to'g'ri qo'yilish va qo'yilganda nazorat qilinishi kerak. Ko'pgina holatlarda mana shu spiralni noto'g'ri qo'yilish ham bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ayniqsa spiral qo'yganda sterillikka alohida ahamiyat berishimiz kerak va spiral qo'ygandan keyin UZIda kontrol qilishimiz kerak. Ayol doimiy bizga konsultatsiyalarga yoki qanaqadir shikoyatlari bo'lsa, darhol aytishi kerak. Spirallar nimaga qarab tanlanadi? Spirallar ayol holatiga qarab, organizm ichki muhitiga qarab, ichki holatiga qarab tanlanadi. Ba'zi ayollarimizda o'zi tabiatan tug'ma ko'p qon ketadi. Mana shu ayollarimizga ko'proq tarkibda gestagen bo'lgan, ya'ni gormonal milena deymiz. Uni turlari ham ko'p. Gormonal spirallar ko'proq mos keladi. Ba'zi ayollarimizga tug'ruqdan keyin oddiy spiral qo'yib qo'yishimiz ham juda ham yaxshi. Unga hech qanday ayol shikoyat qilmaydi, spiral qo'ygani bilinmaydi, unga noqulaylik tug'dirmaydi. Bunday holatda ayolimizga oddiy spiral qo'yishimiz mumkin. Endi kumush spiral ham ayol u sal moddiy jihatdan qimmatroq va u ayol vaziyatiga qarab tanlanadi va hozir eng ko'p qo'yilayotgan kontratsepsiya usullarimizdan biri bu implanon. Implanon haqida keyingi videolarda to'liqroq gaplashamiz.